banda ne'matni zavol topganidan keyin uni qadriga yetadi aslida. O'sha ne'matdan ayrilgandan keyin qadriga yetadi. Ota-onasini ko'tar qilib, hali umriga, hali hajga jo'natib, tagiga ulovlar olib berib, ota-onasi nima desa hamma narsani bor qilib berayotgan farzandlar ham ota-onasi o'tib ketgandan keyin baribir yig'lab eslaydi, baribir. O'sha paytda mana bunaqa qilsam bo'lar ekan, mana bu gapni aytmasam bo'lar ekan, mana bu ishni bundayroq qilsam bo'lar ekan deydi. Chunki endi uni ne'mati ketdi-da qo'ldan. Otasi, onasi o'tdi-da. O'tib ketgandan keyin uni yana ham qadrlashni boshlaydi. Inson doimiy holatda insonligi shuki, oldida mavjud bo'lib turgan ne'matni ko'p ham qadriga yetmaydi. Suvlarimiz mana ariqlardan suvlar oqib kelardi. Bizani onamiz tandirda non yopardilar. Shu nonni nariyoqqa tepaga chiqib, oqizib, pastga tushib, shuni olib, keyin yeb qornimizni to'yg'izardik deysa, hozir unga bolalar ishonmaydi. Lekin shunday ne'matlar bo'lgan. Shu ne'matlar oqib ketaverdi. Uyimizda tarvuz qovunlarni muzlatadigan bo'lsak ham, vodoprovodni ochib qo'yib, tagiga qo'yib qo'yurdik. Mana hozir endi suv tanqisligi. Shu endi suvni tanqisligiga qarab, u qanday bir ne'mat ekanligini tushunib boryapmiz. Lekin vaqtida shuni qadriga yetilmagan.